Eronda 175 kishi halok bo'lgan maktab hududiga AQShning Tomahawk raketasi urilgani ma'lum bo'ldi. Bu yangi dalil prezident Donald Trampning maktabga berilgan zarba uchun Eron mas'ul degan da'vosiga zid keladi. Tomahawk qanotli raketasi Isroil armiyasida ham, Eronda ham mavjud emas. 28 fevral kuni hujum boshlagan Qo'shma Shtatlar harbiylari Eron hududiga o'nlab aynan shunday raketalar uchirgandi. 8 mart yakshanba kuni Eronning Mehr axborot agentligi e'lon qilgan video 175 kishi, jumladan ko'plab bolalar halok bo'lgan Minobdagi maktabga AQSh raketasi urilganini ko'rsatadigan dalillarni yanada kuchaytirdi. New York Times tomonidan tekshirib tasdiqlangan videoda 28 fevral kuni Minob shahrida maktab yonidagi dengiz bazasiga Tomahawk qanotli raketasi kelib urilgani tasvirlangan. To'plangan dalillar majmuasi, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va boshqa tasdiqlangan videolar Shajarai Toyiba boshlang'ich maktabi binosi dengiz bazasiga qilingan hujumlar bilan bir vaqtda amalga oshirilgan aniq yo'naltirilgan zarba natijasida jiddiy zarar ko'rganini ko'rsatadi. Zarba aks etgan video dastlab tadqiqot guruhi Bellingcat tomonidan aniqlangan, keyin esa New York Times uni mustaqil ravishda tasdiqlagan. Nashr videodagi obyektlarni yangi sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan solishtirdi. Video baza qarshisidagi qurilish maydonidan olingan. Unda maysazor bo'ylab o'tgan chang bosgan tuproq yo'li va yaqinda olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ham ko'rinadigan vayronalar uyumlari tasvirlangan. Bu esa videoning ishonchliligini mustahkamlaydi. Video zarbalardan keyin olingan boshqa tasdiqlangan videolar bilan ham mos keladi. Tahlillarga ko'ra, videodagi raketa Islom inqilobi muhofizlari korpusi bazasidagi tibbiy klinika deb ta'riflangan binoga uriladi. Zarba berilgan zahoti binodan tutun va vayronalar otilib chiqadi, uzoqdan esa guvohlarning qichqiriqlari eshitiladi. Kamera o'ng tomonga burilganda, boshlang'ich maktab joylashgan hududdan allaqachon katta tutun va chang bulutlari ko'tarilayotgani ko'rinadi. Bu esa maktab dengiz bazasiga berilgan zarbadan biroz oldin urilganini anglatadi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahliliga ko'ra, hujum paytida dengiz bazasi ichidagi yana bir necha bino ham aniq zarbalar bilan urilgan. Biroq qurol bo'laklari ko'rinmasligi va mustaqil jurnalistlarning voqea joyiga yetib bora olmagani sababli hodisa aynan qanday yuz berganini aniqlash qiyinlashgan. New York Times nashri yangi videoda ko'rinayotgan qurolni Tomahawk qanotli raketasi ekanini aniqladi. Bunday qurol na Isroil armiyasida, na Eron armiyasida mavjud. 28 fevral kuni Eronga hujum boshlangandan buyon AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalari Eron hududiga o'nlab Tomahawk raketalarini uchirgan. Xususan, AQSh markaziy qo'mondonligi 28 fevral kuni dengiz floti kemalaridan bir necha Tomahawk raketalari uchirilgani haqida video e'lon qildi. Aynan o'sha kuni Minobdagi baza va maktabga zarba berilgan. AQSh Mudofaa vazirligi Tomahawk raketalarini uzoq masofali, juda aniq yo'naltiriladigan raketalar sifatida ta'riflaydi. Ular taxminan 1600 kilometr masofagacha ucha oladi. Uchirishdan oldin ularga aniq parvoz yo'nalishi kiritiladi va raketa nishonga o'zi yo'naltiriladi. Har bir Tomahawk raketasi taxminan 6 metr uzunlikda va taxminan 2,5 metr qanot kengligiga ega. Eng ko'p ishlatiladigan versiyalarda 136 kilogramm trotil kuchiga teng portlovchi kallak bo'ladi. AQSh armiyasining portlovchi qurilmalarni zararsizlantirish bo'yicha sobiq mutaxassisi Trevor Ball va qurol bo'yicha ekspert Chris Smith ham videodagi raketani Tomahawk deb aniqlagan. AQSh qurolli kuchlari shtablari boshliqlari qo'mitasi raisi general Dan Keyn chorshanba kungi matbuot anjumanida AQSh kuchlari aynan o'sha paytda Eron janubida zarbalar berayotganini aytdi. U taqdim etgan xaritada Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi hudud, jumladan Minob atrofida ham operatsiya dastlabki 100 soat ichida nishonga olingani ko'rsatilgan, ammo shaharning nomi alohida tilga olinmagan. Janubiy yo'nalishda USS Abraham Lincoln zarba guruhi dengizdan bosimni davom ettirdi va bo'g'oz bo'ylab Eronning dengiz salohiyatini bosqichma-bosqich yo'q qilib bordi, dedi general. Bu general Keyn urushning dastlabki soatlarida Tomahawk raketalari qo'llanganini tan olgan yagona holat emas.
U 2-mart kuni Pentagondagi brifingda ham dengizdagi birinchi bo'lib o'tayotgan qurollar AQSh dengiz floti tomonidan uchirilgan Tomahawk raketalari edi degan. New York Times tomonidan o'tkazilgan avvalgi surishtiruvlarda maktab bir vaqtlar inqilob muhofizlari harbiy dengiz bazasining bir qismi bo'lgani aytiladi. Xususan 2013-yilgi sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, Minobdagi bazaning boshqa hududlaridan maktab binosiga olib boradigan yo'llar bo'lgan. Ammo 2016-yil sentyabrdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari xuddi shu bino devor bilan ajratilgani va endi baza bilan bog'lanmaganini ko'rsatmoqda. Ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan tarixiy sun'iy yo'ldosh tasvirlari binoda maktabga xos belgilar, jumladan vaqt o'tishi bilan qo'shilgan sport maydonchasi va boshqa dam olish joylari borligini ko'rsatadi. AQShning razvedka imkoniyatlarini hisobga olsak, ular yaqin atrofda maktab borligini bilishlari kerak edi, degan Stanford universitetining inson huquqlari markazida dars beradigan Davlat departamentining sobiq rasmiysi Beth Van Schaak. AQSh harbiy havo kuchlarida xizmat qilgan va Pentagonda tinch aholiga yetkaziladigan zarar masalalari bo'yicha katta maslahatchi bo'lgan tahlilchi Wes Bryant sun'iy yo'ldosh tasvirlarini ko'zdan kechirdi va barcha binolar, jumladan maktab ham nishonga mukammal urilgan degan xulosaga keldi. Trump ma'muriyatini tanqid qilib kelgan janob Bryantning aytishicha, eng ehtimoliy tushuntirish bu maktabni nishon sifatida noto'g'ri aniqlash bo'lishi mumkin. Ya'ni kuchlar bu yerda ko'p sonli tinch aholi bo'lishi mumkinligini anglamay turib hujum qilgan. Agar Shajarai Toyibaga tushgan bomba Amerikaniki ekani tasdiqlansa, asosiy savol shuki, bu xatolik bo'lganmi yoki maktab eskirgan ma'lumotlar asosida nishonga olingan. Oxford universiteti urush qonunlari bo'yicha eksperti Janina Dillning aytishicha, hujum qiluvchilar tinch aholiga zarar yetkazilmasligini ta'minlash uchun nishonning maqomini tekshirishlari shart. Buni amalga oshirmaslik xalqaro huquqni buzish bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi u. 7-mart kuni One Air Force bortida jurnalistlar Donald Trumpdan AQSh maktabni bombardimon qilganmi deb so'radi. Trump esa zarba uchun Eronni mas'ul deb hisoblashini aytdi. Men ko'rgan ma'lumotlarga ko'ra bu ishni eronliklar qilgan, dedi Trump bir tukka qilt etmay. Shundan keyin jurnalist Pentagon rahbari Pete Hegsethga ham shu savol bilan murojaat qilgan. U esa biz albatta tekshiruv olib boryapmiz, ammo tinch aholini nishonga oladigan yagona tomon bu Eron deb javob qaytardi. Trump esa yana qo'shimcha qildi. Bizningcha buni eronliklar qilgan. Bilasizki, ularning o'q-dorilar juda noaniq. Ularda aniqlik umuman yo'q. Buni Eron qilgan. U so'zlariga hech qanday dalil keltirmagan. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt o'tgan haftada ushbu savolga izoh berib, biz bilganimizcha yo'q, harbiy departament ushbu masalani o'rganmoqda deya javob bergan. Hozircha u o'sha vaqtda u hududda Isroilning biron bir harbiy operatsiyasidan xabardor emasligini bildirgandi. 5-mart kuni Reuters nashrining manbalari ham Qo'shma Shtatlar rasmiylari maktabga berilgan zarba uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga yaqin turganini qayd etgan. Xususan, harbiy tergovchilar Minobdagi qizlar maktabiga berilgan zarba uchun katta ehtimol bilan AQSh kuchlari mas'ul degan to'xtamga kelmoqda. Boshlang'ich maktab Tehrondan 1000 kilometrdan ko'proq masofada, muhim suv yo'li bo'lgan Hormuz bo'g'ozi yaqinidagi kichik Minob shaharchasida joylashgan. Zarbalar haqida birinchi bo'lib Eronga qarshi AQSh Isroil hujumining ilk kuni 28 fevral 11:30larda xabarlar paydo bo'ldi. Shanba kuni Eronda ish haftasining boshlanishi bo'lgani sababli zarba berilgan vaqtda bolalar va o'qituvchilar darsda bo'lishgan. Eron sog'liqni saqlash rasmiylari Shajarai Toyiba boshlang'ich maktabidagi zarba oqibatida kamida 175 kishi halok bo'lganini, ularning ko'pchiligi bolalar ekanini ma'lum qildi. Keyinroq tarmoqlarda Minobdagi qabristonda 100 dan ortiq bolalar uchun qazilgan qabrlar va ularning dafn marosimlari aks etgan video va fotolar paydo bo'ldi.